Dadamning olamdan o'tganlar xabarini anglab, kichik mashinani kira qilib, Urumchidan G'o'ljiga qarab yurib ketib boraman. Dadamning simasini o'ylagan sira kaptardek buqildab, yig'lab tashladim. Sizga bir ish bo'lmaganda, shofer hayron bo'lib so'radi. Dadamdan yo'lanchikimdan bugun atdigan ayrilib qoldim. Ha? Shofer ikki qo'shimizni turdida mashinaning suratini ashura paydashga boshladi. Xiyolimda dadamni qayta bir eslab o'tdim. Balalikdagi o'ylimiz, dadam opamga to'yliq hisobida bergan jiydi yog'ichida yasalgan muni ustalga 60 yil bo'ldi. Buni dadamning momisi, dadamning opasiga miros tutgan. 60 yil jarayonida talay tuqqanni jam qilgan bu ustalning rangi bugunga kelganda qizarib chilon rangiga kirgan edi. Her qatim tamoq pishqanda ikki akam bilan churqurishib ustal atrofida paydo bo'latdik. Apam yuzi qizdirib turgan suyqashni dadamning chinisiga usqandan keyin dadamning kelishini saqlaydi. Dadanglar kelib avval qo'l tekkizsin. Uyning to'rik emasmi? Qursaqlarimiz tartishib ketsinmi? Dadamning kelishini saqlaydi. Dadam etizdan kelib tamoq qo'l sungandilar, tamoq yeyishni boshlaydi. Tamoqdan keyin dadam ya apamni tamoqni o'qitibsan deb maqtabmi qo'ymaydi. Apammi buningga ko'nik edi. Yillar o'tib ikki akamning kaynidan men oliy maktab chaqiriqini topshirib oldim. Apam bu xabarni anglab bek xush bo'ldi. O'qitimiz balam, apamdan qolgan kahrivoni setib bo'lsin o'qitimiz. U yetmasa kalimiz bor, tuqqanlarni qarab turmaydi. Sen hammasining o'z bolasi emasmi? Apam hayajonliq yoshlarini yengi bilan surtatdi. Anı degan ha, o'zining ruhiy jismini balasiga atgan. O'z hayotini balasining kelajagiga tegishga tayyor. Qizimiz Urumchidagi cho'ng maktablarda o'qiydigan bo'pti. Mana bu chaqiriq qog'oz ekan. Dadam chaqiriq qog'ozni qo'liga olib, bir qo'l qarab o'tgandan keyin opamga qaytarib berdi va ketmanni ko'tarib chiqib ketdi. Bir ig'iz muborak bo'lsin degan so'z bo'lsinmi kashki. Kichikimdan ta hozirgacha bir qatim rag'bat berganini bilmayman. Men ya dadamning uyga qizi bo'lmasam, opamga esilib yig'lab tashladim. Dadamning mijozi shu balam. U sening bizdan ayrildiganligingdan ko'ngli yerim shundoq qildi. Dadam amaliyotda nihoyat bag'ri yumshoq odam. Opam onalik mehrida meni papalaydi. Shundoq qilib oliy maktabga yetib keldim. Qaynoq o'rganish muhiti, cho'ng shahar, ko'ynakning yaqisiga chang qo'ndirmaydigan, ishtonning pushqiqini loyiga pattirib yurmaydigan zamonaviy kishilar. Her qatim uyga telefon qilganimda opamga zo'q-sho'q bilan yangiliklar siri so'zlab ketatdim. Opam parangning temisini dadamga yo'tkaytdi. Men ketgandan keyin dadamning texmi kamsiz bo'lib ketganligini, men kichik yig'imda ilangu silib o'ynaydigan qeri olmaning tuvida soatlab xiyol surib o'ltirib ketadiganligini uf tartib aytib beradi. Ağzımda hadab qo'yganim bilan ko'nglimda haqiqatan etizgi qo'noqlaridan, o'ylaridagi kalillardan g'am yeb o'ltirib ketdi. Uning nazarida men bir kalilchilikmi emas deb jazm qilatdim. Muhabbatga to'lgan oliy maktab hayoti. Yoshlar saxta qasamlar bilan yoshlikdagi chin sevgini pardozlab aldaydigan mazgil. Mana mushundoq chaqda menmi Urumchilik bir o'g'il bola bilan tanishib qoldim. Uning uydikilari barmoqda sanig'idek katta baylar. İqtisod degandan tili qisqa emas edi. O'qish bitirishga oz qolganda o'g'il do'stim so'z ochdi. O'qish bitirib yurtga qaytaman demang, mushu yerda qolasiz. Xizmat qilaman deb avora bo'lmang. Bolamizni uyda tarbiyalab o'ltirsangiz, ana shu eng cho'ng xizmat. Uyingizga elchavatman, uydagilarga xabar aytib qo'ying, tayyorlikda tursin. Mana baxtning payzi. Bir yigitning dadil shundoq so'zlarni qila olishi qanchilgan qizlarning armini ha? Derhal apamga telefon qildim. Baxtim uchun ko'z yoshlarini qilayotgan apam o'zlarining har qachon tayyor ekanligini, elchilarning qachonli kelib ish aytsa bo'ldiganligini aytdi. O'g'il do'stim javobimni anglab, ko'p o'tmayla G'o'ljiga elchi mang'uzdi. Kelgusidagi shirin damlarni xiyol qilib yurgan kunlarda elchilar G'o'ljidan qaytib keldi. Elchilarning deyishicha, apam elchilarni dasturxon tukilgich kutibdi. Ammo dadam boshdan oxir qapoq ochmay, bu to'yga rozilik berolmaydiganligini aytibdi. Shuncha yiroqqa elchi mang'izib, mushi yo'q degan javobni oldimmi? Tanlash sizga qoldi. Ya men bilan qarang, yoki bo'lmasa dadingizdan yana keting.
Meni yaxshi ko'rsangiz, dadingizning hut-putlariga qaramay, to'yni tezroq qilib o'taylik. Yigitim nihoyat qiyin bo'lgan tanlashdan birini oldimga tashlab qo'ydi. Lekin visol sharbatida mast bo'lgan mendek bir qiz uchun tanlash ta'sga to'xtamadi. To'yimiz do'stlarimizdan kuch chiqarishi bilan obdalla qizidi. Oddiylik kiyingan dehqon ayoli bo'lmish opam shahar ayollarining qulupdek yugan oltin jabduqlari, tillardan ko'z qo'ygan farqiroq kiyimlari orasida qo'rinib, baxit paytlarimda menga qarab ko'z yoshi qilardi. Ammo ko'zlari yana kimlarnidir izlaydi. Albatta dadamnida keyin onam to'ydan burun opamga telefon qilib, to'yni xafaliqsiz tugatgisi borligini, shunga opam dadamning o'zlarining bir qarorga kelishini aytibdi. Yig'ib aytganda dadamning to'yiga qatnashmasa degan orzu ekan. Qizining baxti uchun opam bu shartga ma'qul bo'ldi. To'y qilib ko'p o'tmay xursaq ko'tardim. Yo'ldashimning men uqmaydigan xuylari mana men deb oshkorlanayotdi. Ba'zi kunlari haraq ichib uyga g'iq qidimas kelardi. İşimiz bulatdı desem, yaydig'ining, kiydig'iningni men birayotgan ekan, meni boshqurma demay, avval balni salomat tug'a deb og'zim tuvaqlaydi. Bundaq vaqtlarda mushu balani salomat yengib olsam, balani ko'rib mijozi o'ngshilib qolar deb o'z-o'zimga tasalli berdim. Vaqti soat kelib, paqlandek buduruq o'g'ildim birini tug'dim. Yo'ldashim kunduzi balani erkiltib o'ynatdi-yu, kech bo'lganda yana yo'qolib ketdi. Keyin bir do'stimdan anglasam, sirtda boshqa birisi bilan ish-pesh tartishib yuribdimiz. O'g'li bo'lgandan keyin opasi tarbiya qilsin deb bor ahvolni qaynonamga aytdim. Xabarim bor, dedi qaynonam hech yiqmasdilla. U qiz shaharga palonichi boyning qizi bo'ladi. O'z vaqtida o'g'limga shu qizni elib beraylik desak, sizga tartishib o'tirvaldi. Mana hozir idisidan o'tibdi. Asli bu gapni qirqingizda to'shqizib olgandan keyin deyildigam, ko'zi sungan ekan, yamisi mamal yo'q. Bulbul hamon bag'da sayraydi, qag'i jangalda. Shunga qizim, eng yaxshi ajrashib ketinglar. Bola sizga qolsin, bolaning xarajat ishida sizni rozi qilamiz. Qaynonamning zahardek so'zlarini anglab, tenim chaqmoq chaqqandek titrab ketdi. Yo'q, balamni o'zimning kuchi bilan boqaman. Sizlarning to'ttanganlarning bizga lozimi yo'q. Yo'ldashim bilan jimjitla ajrashdim. Ham shu kunlar ijara uyiga ko'chib chiqdim. Uyni bir qur tuzashtirib bo'lib, zo'r g'ayrat bilan uyiga telefon qildim. Voy, dadamning tunish ovozi. Bu ovozni men to'ydan keyin anglab boqmagan edim. Opam o deb oralla duduqladim. Men bar balam deb opam cho'ribini qo'liga oldi. Boshdan o'tgan ishlarni opamga bir-birlab issa deb yig'lab turib so'zlab berdim. Yig'lama balam, nimishqa yig'laysan? Biz hayot, bizning topgan terginimizmi sen bilan navrimiz uchunlig'i? Uydagi yeriqi sig'inkolni setib bo'lsa-mi, pul g'amlab sana silib beramiz. Biz bu yerda uysiz, yordamsiz qolmaysan balam. Oradan 3 kun o'tib, bir kun kech eshik chekildi. Tamoq sung'ili kelgan qo'shnilar bo'lsa kerak deb pitlik berib eshikni ochdim. Ochdim-yu, dong qetib turib qoldim. Ig'ir 2 somkini qo'lida ko'tarib olgan, beshiga ko'ni quloqchisini uchisiga tikitirisini tikilgan juvovusni kelgan dadam ishkim oldida hasirab turibdi. Uni darhol uyga boshladim. Dadamning putida ko'ni bo'lsa-mi, qo'ymaydi maylab paqiratgan g'ach-g'ach ütki turibdi. Ütkining chami orasiga nipiz yog'och siling'achqa manganda g'ach-g'ach ovoz chiqaratdi. Navbatida bu ütük dadamning so'lati edi. Dadam yuğan qora somkining og'zini ochdi. Bechora opam meni deb yoqqan atgan choyga xo'p tushgan g'o'ldining cho'nglini. Dadam qaramagan paytda nonni necha qitim purib oldim. Dadam o'g'limning yeniga kirib ketdi. Opam avatgan narsalarni yig'ishtirib bo'lib kirsam, dadam o'g'limning burnini chimdib, uning yinik tiniqlarini yitlamoqchi bo'lib turibdi. Dada aram elib olamsan? Yo'q bo'ldi, men ati qaytaman. Yana kam kusurlaring bo'lsa opamga davergin. Mana ma 10 ming so'm, 70 yana biz bor. Bola sininglar emas, bizningmi bolamiz. Bola qiynalib qolmasin. Dadamning oldida to'lim xijolat edim. Ammo dadamning ko'zidan hech og'irlish ko'rinmaydi. Atsi tushdim menishdan burun dadam balamni qo'limdan elib, uni qong'udek ko'rdi va yirik soqollarini uning yuziga yiqib, 2 mangziga suyib qo'ydi. Dadam ketib, hafta o'tganda zaldagi kresloni surtayotganda, kresloning orasiga qistirilgan 2 parcha muxurka qog'ozini bayqab qoldim. Qog'ozga qarindosh bilan 3 kuplet she'r yozilgan edi. Yiroqqa katta uchib qanot yasab,
baxtning qo'yniga o'zingni atab. Xiyolim baxt qanti chaqqanmidi, ushbu xiyol vajidan bo'ldim betap. Apsi aman deydi ko'rgunim yo'q, tuyida manglayiga so'ygunim yo'q. Necciret buzuldu tatlık düşlerim, şundan beri hatırcam yürügünüm yok. Könglim zimin kızım asli bek idi, amma yürükimge bir hancer tagdi. Qani o mihrimde yayılgan kızım, bugün körüp halin küzüm yaşlar agidi. Şiirge qiziqadigan dehqon dadamning qalamidan chiqqan yurak so'zlarini ko'rib, o'zimni tutib ololmay yig'lab ketdim. Dadam asli meni to'limi yaxshi ko'rdi ekan. Men dadamni aslida xato tushunib ketdiman. Telefon jaransida cho'qim opam o'rda. Bu qatim dadam bilan paranglashman. Uningdan kechirim so'rayman. Uni yuragimdan suydiganligimni aytaman. Voy apa, balam, dadangdan ayrilib qoldik. Apam ho'ngrab yig'lab turadi. Dadang yeningdan kelib og'rib yetib qoldi. Balamga bir qatim yumshoqroqmi gap qilmabdiman. Başqalardek beşini sıyılap obdarakmı paranglışıp bakmaptımam. Tuyuğa razılık vermiyordum. Mana turmuşu buzulup yüze kıyın günge kaptı o dep turu ah vurup hazır tuyuksuz yürek kesili kozgulup gelip köz yumdu balam. Dadam undak taş yürek emezse adem emezse balam. O seni bekli yaxşı göretti. Fakat şu seni yeniden ayrılması iken dekti. Olcuğa az kaldık. Şoförün askerçi bilen xiyaldan baş götürdüm. Ve oğlumni dadam söygендek yenişlap suyup koydum. Akbaş tağlağı qarab, dadamның siması köz aldımga geldi. Dada, men keldim. Senin soğuqqanligingni bilip, o'tdan issiq haroratini bilmagan qizing seni eng oxirgi qatim suyish uchun yeningga keldi. Meni kechirgin dada. Can dadam erdek, dadam tağdek, dadam. Oyniken cennet kebi bağdek, dadam. Sen gidip alem bölekçe yatmana. Sözleri kaymak navat yağdek, dadam. Sen gidip alem bölekçe yatmana. Sözleri kaymak navat yağdek, dadam. Ah anam biçare mezdum kancıda. Ne desen bağrımda vicdan bek dadam. Ne desen bağrımda vicdan bek dadam. Ballarım izleydu her yan ah ne desen yolumdu gülxandek dadam. Balların izleydu her yan ah urur. Ne desen yolumdu gülxandek dadam.
dadam Koyniken cennetke bir bağdek dadam Hasretim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennetke bir bağdek dadam